Endilikda tomga loy bosish, qamish olish shart emas. Kelingizlar mana. Chorni bastani ustidan izaspan degan qog'ozimiz bor. Izaspan qog'oz bilan usti bitta to'shalgandan keyin boynangi polistrol lombozimiz yotqizib ketaveriladi. Bu lombozimiz tarkibida mana shunaqangi polistrol, qum, sement, fibra va bir-biriga biriktiruvchi ximikatlari bo'ladi. Buni bir qopi 1 kvadratga qalinligi 5 sm ga yetadi. Buni 5 sm vazifasi yarim metrlik loy shuvoqda o'rnini bosadi. Bundan tashqari tayyorlanishi ham juda qulay. Xuddi mana shunaqa shaklda tayyorlanishlari ketaveradi. Bir qopning ustiga 5 litr suv solib, qorishtirib, og'darib, tekislab ketaveradi. 2 kishi bemalol bir kunga 100 kvadrat, 150 kvadratgacha urishyapti hozir. Buni quyish narxi alohida 25 ming, 30 ming, 35 minggacha joyiga qarab, 2 etaj, 3 etajga qarab. Buni pollarga ham ishlatsa bo'ladi. Tiyopli pol qilish shart emas hozir kunga ham. Boynangi tiyopli polni o'rniga yurgan paytingizga oyog'ingiz yaxlamaydi. Mana shu polistrollarning hisobiga. Qum sementlari baquvvatligini oshirib beradi. Tayyorlanishlarini ham ko'rsatib yuboring. Suvni soldilar mana. Endi polistrol lombozini solyapmiz mana. Mana 1 minut ham ketmadi.